Bismillahirrahmanirrahim. Hop, qo'yxonamiz xudo xolasa naves, beton ishlari hammasi bitdi. Ustalarga hozir javob beryapmiz. O'lchovlarni qilib, naveslari bitdi, mana ariqlari bitdi. Hop, soyaga kirsak yaxshi bo'lar ekan. Mana qo'lmayta arg'ili tushdi, mana stachkani yuvganda ketadigan tomlardan suv tushsa suvlar oqib ko'chaga zovurga chiqib ketadigan bo'ldi. Endi pastlarini hozir pastlarini planirovkasini qo'yamiz mana. Общий bitti. Mana ikkita naves orasiga hani yashil setkadan tortmoqchimiz. Xudo xolasa o'rtaga ham kun tushmasligi uchun. Atak ikkita tomon navesga ham kun tushmas ekan. Kun davomida kun tushmas ekan. Mana bu yerga mana bitta suv chiqarib qo'ydik. Metalosh planirovkasi bo'lgan. Nari tomonda ozgina qoldi. Общий bitta xudo xolasa. Endi oxirlarni svarkasini boshlasak, oxir qo'yilsa bo'ldi, qo'y qamaladi. Qo'y qamalishiga shu oxir bilan suv qoldida. Naves, beton ishlar hammasi bitdi. Общий beton qo'yildi. Burada mana ariq tushgan. Butun navesi hammasini suvi aylanib chiqib ketadi. Bu yoqda suv bu yoqqa kelib bu yoqdagi mana ikkita yo'llik kimki bunga qo'shilib bu yoqda katta uklon berilib kelganda mana yerda katta turba qo'yilgan, mana 200 lik turbadan ko'chaga zovurga chiqib ketadi. Mana bu yerda planirovkalar borda hali ozgina ish bor. Xudo xolasa mana bitib qoldi inshaalloh.